Xuddi shu kasallik kimda bo'layotgan bo'lsa, videoda oxirigacha ko'rsa, foydali ma'lumot berib o'tib ketadi. Hammasi kasal, hammasi mana bu o'lyapti. Mana o'sha mujik boshlanib, rangi qorayib, qirillab, endi tugayotgan tovuqlar. Ko'p dakan boqayotgan, tovuq boqayotgan, o'rdak boqayotgan akalarimiz shunaqa savol qiynayotgan akalarimiz. Akalar jo'jalarini tirqlab, burnidan suv oqib, shamollab olyapti, burnilari, ko'zlari ishib, yumilib ketyapti deganlar. Shu videoni tomosha qilinglar akalar. Makrolan bilan telazinni bersanglar, o'tda rezultati bom bo'ladi akalar. Hech ham ikkilanmanglar, pullarga umuman kuyib qolmaysizlar. Sababi sizlarda tajriba quyonchasi bormi? Ya'ni men bu tajriba qilib 3 oydan beri, mana 3,5 oydan beri tajriba qilib yuribman. Xudo xolasa to'liq foyda ko'rdim, rezultat ko'rdim. Bu makrolan telazin bilan unaqa shartnoma, boshqa narsam yo'q. To'q sohasida, vodiyda, ya'ni Andijon dasakasida Muhammad Ayubman. Mo'min Adin desam ham bo'laveradi akalar. Eng arzon yechimi, eng tezkor yechimi makrolan telazin. Bo'ldi, boshqa narsalarni unutinglar. Bitta rezultat ko'rmoqchi bo'lsanglar, makrolan telazin beringlar.